Yo, hammaga salom o'rtoqlar. Sizlarni bugungi videomda ko'rib turganimdan bag'oyatdan xursandman. Ancha vaqtdan beri YouTube kanalimda video chiqara olmadim. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Lekin bugun sizlarga bomba videoni tayyorlab keldim. Ko'p video chiqarmaganimni o'ziga yarasha sabablari ham bor o'rtoqlar. Qanaqa sababi bor ekan? Bugungi videomizda menimcha o'zi sizlar tushunib bo'ldingiz, chunki video avlashkasidan bugungi videomiz real hayotda Erangel bormi degan savollarga javob bo'ladi. Xo'sh, nima ham derdik o'rtoqlar, videoga bitta like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videoda qaysi kartani real hayotda ko'rishni xohlasangiz kommentariyada yozib qoldiring va men videoni boshlayman. Qani, let's go do'stlar. Buni ko'rish uchun bizga birinchi o'rinda Google karta kerak bo'ladi. Va shunday qilib Google kartaga kirib olamiz va mana shu kartadan xohlasangiz Sputnik qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin Sputnik bilan topish qiyinroq. Xuddi shunday menday jaslashtirib borasiz. Mana shunday jaslashtirib topib borasiz va mana bu yerda bir kichkinagina orolcha paydo bo'ladi sizda. Mana shu orolcha. Bundan yana ham yaqinlashtiraverasiz. Mana bu yerda mana o'sha men aytgan PUBG'dagi Erangel kartasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bir qancha suratlari ham bor, bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Mana pastda Erangel deb o'zi yozib ham qo'ygan. Bu hech qanday fake emas o'rtoqlar, kirib bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin agarda menga ishonmayotgan bo'lsangiz. Mana bu yerda bemalol siz suratlarni ham ko'rishingiz mumkin. Suratlari qaysidir pachinkidagi uylarga o'xshab ketishi mumkin, lekin tashqi ko'rinishi daraxtlar va o'tlar xuddi pachinkini mana shu uy mana shu o'xshab ketadi qaysidir uylarga. Va qolgan suratlar pachinkida o'rmon, ya'ni o'rmonsimon joylar tasvirlangan. To'g'risi buni birinchi men o'zim Instagramda ko'rib qoldim, lekin bunga vafshe o'zim ishonmagan edim boshida. Keyin shunday qarorga keldim, qani, ko'raman, agarda chiqsa YouTube kanalimga video qilaman. O'zi shuncha undan burun video chiqarganim yo'q deb yotuvdim va mana bu haqqoniy narsa ekan, ishlaydigan narsa ekan. Bemalol kirib mana surat, videolarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Bu yerda ham kichkina shaharchaday joy. Bu yerda albatta odamlar yashaydi. Bilmadim endi ko'pmi, kammi, sonini bilmadim. Mana bu yerda bir qancha yana boshqa joylarni ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz panorama qilib, xuddi u yerga borgandek o'zingizni his qilishingizga javob beraman. Xo'sh o'rtoqlar, nima ham derdik? Bu videomizga sizdan bitta like va komment kutib qolaman. Keyingi videolarimda paydoshga kutaman.